Tövbe! Sen olib keling Jahongir. Yemni zo'rlarni ko'rsatay. Mon qarang. Pishag'im o'tmaydi, mon qarang. 2,5 ming so'mdan sizlarga yem topib qo'ydim. Har 20 xil hayvonlar uchun yemlarimiz bor. Hozir bularga narx-navolar bilan, kastivalar bilan originalligini tanishtiramiz. Jahongir Horming. Yana o'sha arzonchi Jahongir ukamiz. Yuring uka, bir vosita taxta gunjarani arzon narxda tanishtiramiz. Vallahi aka. Nechi pul bo'lyapti? Qanaqa yog'ligi bu? Nomer adinligini ham ko'rsating. Mon qarang. Nechi pul bu? Bularimiz 5,5 ming aka. Tonnaga olsa har doimgidek o'sha 5400 qilib beramiz aka. Mana o'tgan safargi videomizda Jahongir 5000 so'mdan 4000 so'mdan deb aytishgan. Shularga nima demoqchisiz? Bu qanaqa farqi bor uni? Buni aka Toshkent gunjarasi aka. Bu Toshkentniki. Toshkentniki. Ha, Boshqalarga qaraganda ancha sifatli, sifatida. yog'li kunjara. Sifatida farq qiladi. Ha. Pulida emas, sifatida farq qiladi. Bu sifati degani, xollas uni 1 kilosini 4 litr suvga shunday tashlasangiz 5 kilo yem bo'ladi degani. Shunaqami Jahongir? To'g'ri. Mana mashina 1 kilosini 4 litr suvga tashab qo'yasiz, uyutasiz, kamida 2 soat turadi, 5 kilo yem beradi. Bu dastavkalari qanaqa bo'ladi buni? 3 kilometr, 4 kilometrgadir. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holda jo'natib yuborasiz. Aha. Qilish telefon qilishaversin. Ha, qilishadi. Zo'r. Alloh rozi bo'lsin uka. Bularimiz Samarqand kunjaramiz aka. Toyloq, birinchi sort. Bularimiz aka oxiri 5,5 ming. Dastavkalarimiz xuddi Bu shunaqa. qatcha bu? Samarqand Toyloq. Samarqand toyloq. Bu farqi nimada arzon kunjaralar bilan buni? Farqi narxida deydi-yu aka. Ha. Bu sifatida aka bu. Ko'ravering aka. Ichlarini ham ko'rib olavering, mag'izlarini. Mana. Mana. Shunaqa qilib chilib yuribsiz. Yog'lining qara, chigitlari ham Sen xayri bormi yo? Pulini nechi pul dedingiz buni? Buni 5,5 ming qilib beramiz aka. Oxiri 5600 so'm, 5700 so'm sotyapmiz aka. Samarqand Toyloq bilgan biladi aka buni ham. changimaydi, changimaydi mana. Kunjanani tozalab changimaydi. Mana, zo'r. Bu nami yo'q, quruq. Quruq aka. Lekin changimaydi. Shunisida farq bor, tozaligi. Mag'izlarni qarang. Mag'izlarni, endi pirisligini ham mana zo'r. Quruq. Buni O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz, kelishilgan holda. Kelishilgan holda. O'rtamiz ko'k somsa berib, go'msangiz ko'k somsa yeb. Farqot, to'xta. Bo'lagami olib qo'ying, nomer ading, legenda yakatu. Ba'da granula ko'rinlarimiz bor akalar. Ko'rimlar nechi pul bu? Nimalarga bu? Ko'rinlar aka bu prostoy aka. Qaysi hayvonlarga? Prostoy deymiz-ku, 13 xil mahsuloti bor. Ichida? Bunisi yevrosi, 15 xil, 16 xil mahsuloti bor aka bularda. Vitaminli, Ha, bular. vitaminli. Narxlari nechi pul bular? Bularimiz aka 35 kilolik 140 ming so'm. Aha. Bularimiz hozirgi narxini aytyapman men. Bularimiz 350 ming so'm hozirgi narxi. Bularimiz Kiloga ayting. Qopga upagovka endi bular. Ha, qopga. Kiloga ham sotilaveradi. Kiloga ham sotilaveradi. Nima dedilar? Tars gapiring. Bu kiloga nechi pul? Kiloga 6 ming aka. 6 ming so'm. Bunisi-chi? Bunisi 2800 so'm. Bunisi-chi? Bunimiz 7 ming aka. Zo'r. Bularchi? Bularimiz 7400 so'm. Vitaminli bu ham 16 xillik, Ha. Bularimiz 6200 so'm. Mollarga tavsiya beraveradi. Ha, Mollarga. Qo'yga qaysi? Qo'yga Ha. ketaveradi aka bular. Hammasi ketaveradi. Hammasi ketaveradi. Mol qo'yga, otga, tuyaga farqi yo'q. Hammasi. Bug'doyimiz nechi pul o'lyapti bug'doy? Bug'doyimiz 3700 so'm aka. Bug'doy ko'tarilib qoldimi? Bug'doylarimiz ko'tarilib oldi Ona aka. yaxshi yeriga. Arpalar ham bor aka. Otlarga arpalar ham bor. Arpa ham nechi pul? 6 Quruq gramm aka? o'shnaqa dirkanu. Ha, quruq. Ha, quruq 4000 aka kilosi. Ot boqani Mana aka makkalarimiz ham. Bu makka aralashmami? Nima bu unaqa? Ya, tayinish pul solib qo'yishdi aka. Ha, yerdan ish pul solib qo'ygan. Ha, bu. Tayyorgarlik ko'rilmagan holat deganda. Живой mana primoy bo'lyapti. Mana o'sha qoplanib, Tayyor qoplab taxta qo'ygan. guzor qoplangan dastavkaga chiqarib olinadi Tayyor mashinani. ekan. Mana o'sha sizlarga ko'rsatgani. Xo'p, bu yerda mana qopli, o'sha ochiqlari. O'rinlarni topdik. Ha. Bu nima? Bularimiz sigit aka. Sigit. Ha. Qopligi. Nechi pul bu? Bularimiz shu tayyori 160 ming aka. 160 ming. Ha. Necha kilolik bu? 35 kilolik. 35 kilolik. Dastavkalari ko'ldilar, boshqa viloyatlarga kelishilgan holda 3 kilometrgacha bepul deyapsiz, xudo xolasa. 3 kilometr, 5 kilometrga da bepul aka. 5 kilometrgacha bepul ekan. Bag'i o'sha xudo xolasa Zarkengacha. Bu kepaylarimiz Kepaylarimiz Oskar. Oskar. Bittasini tushiring, shunday. Necha kilolik bu? 25 kilolik. 25 kilolik.
Mana kepakni Jahongir siz bilmasangiz bilib oling. Buni kepakni qanaqa qilib ajratadi deb bizda meni qandoshim bor Sherzod akam yoshlikdan shu kepak kunjalari bilan shug'ullanadi. Qatdan bilasiz shuni kepakni bunday urib ko'rasan dedi. Piris bo'lgani emas, yengil o'tirgan olursiz. Agar piris bo'lgani dedi, ichida suvay bo'ladi dedi. Bu suvay yo'qdan aka mana qarang. 3 marta 4 marta ursangiz ham pasaymayaptimi? Demak, yengil kepakni o'zi o'sha. Tozasi shu bo'ladi. O'skir chiqarganlarga ham rahmat deymiz ota-onasiga. Sog' bo'lsin. Jahongir, siz o'zingizga men gapiryapman. Tars uring. Mana aka, ikkinchi sort. Hozirgi narxi aka 85 ming. Mana video ham jaydar bo'lyapti, uka. Ko'tarib eritib yuboramiz sizga. Nechi pul? Hozirgi narxi 85 ming aka. 85 ming. Ha, Turon ham, Oskar ham hozirgi narxi 85 ming. Oskirni ochig'i bormi? Ochaveramiz aka. O bittasini shuni ochib ko'rsating. Savdo opka. Bundan tashqari mana tonnalar albatta, tonnalar mana ko'ryapsizlar. O'zimizni Yakat 55 choyxonani yonida. Farg'ona viloyat Tashlaq tumani Yakat qishlog'ida biz. Farhodjon ukamiz ham mana ma'lumot bersa bo'laveradi. O'zi o'g'il bola qizil telefon shopyapti. Ipagini topdingizmi bitadi? Mana berib turing. Mana aka. Ha, bu ham topilmadi. Kat yirtib yuboravering aka. Mana, shunday, to'g'ri Shunday edi. yirtib yuboravering. Sizlar uchun. Mana. Mana, ko'ring. Mana akalar. Kepakda shunaqasi bo'ladiki, mana. Unligi, mana, mo'g'al. Mana. Buni suvay yo'qda mana. Buni kepakni tekshirib olish shu mana. Mana, bunday qilib ko'rasiz mana. Mana. O'zi mana shunday qilsangiz qo'li shilinmaydi. Agar shilinadigan bo'lsa, uning ichida suvay bo'ladi. Buni suvay yo'q. O'skirdi biz uyga olib kirmaymiz. Misol, mollarga beramiz. Yeymiz deb olib, mollarga. Ha, yeyib yuboradigan-da, mayin. Mollarga maza qiladi. Xuddi shuni muchkasi ham bor akalar. Ha, bu narxi qanaqa buni? Bu ikkinchi sort un aka. Ha. Hozirgi narxi 160 ming aka. 160 ming. Ha. 45 kilolik. Bu yoqda muchkasi ham bor aka. Mana Bu necha kilolik bu? bu 45 kilolik. 45 kilolik, Ha. ha. Bu ham hozirgi narxi 160 ming. Bu ham ikkinchi sort un dedingizmi? Aha. Yo'q, muchka aka. Muchka. Ha, mana aka. Ha. Hali atalaqa beradiganlarga Bu kiloga necha puldan tushadi shunda? Kiloga 3700 so'mdan tushadi aka. 3700 so'mdan tushadi. Ha, zo'r. 40 kilolikda 45 kilo aka. Ba'da baraka unlarimiz bor. Pullarimiz. Xullas, xo'jalikka nima kerak bo'lsa, molgami, odamgami, hamma yo'q bor. Chigitlarni olib mana tonnali kiloga ham bor. So'zlarimiz ham keldi mana. Qizil so'zi deysizmi? Sariq so'zi Sariq deysizmi? so'zlar ham butun aka, mo'g'al. So'zlar necha pul bu? 3000 dan aka. 3000 dan? Ha. Ozaytirib berasiz kelinlar. Unlarimiz barakalar 200 ming aka. Diloromlar ham 200 ming aka. 45 kilolisi. Ba'da 50 kiloliklari bor aka. Necha pul 50 kilo? Mana aka. Shuni tashlab yubordim. Baraka. Mana net qilaylik tartib olamiz aka. Artib yuboring. Chiroyli ko'rinsin. O'zi chang ob-havo ham changli holatda bo'lgan ekanda, Ha. nega? Debas, chang bo'lib ketdi. Oyoqlarni ham to'kib yuboribdi-yu. Oyoq nechi pul? Optim narxda aka. Mana aka, baraka unlarimiz. Nechi pul u baraka? bular ham hammasi cheklanmagan miqdorda. Aha. Dog'lasi 700 misol shug'ullanaman degan akalarga ham 700 berilaveradi. Yetkazib berilaveradi aka. Ha, oldi sotdi bilan shug'ullanadiganlarga foydasini chiqarib berilaveradi. Berilaveradi. Gap yo'q. Bu Oyoqlarimiz aka oyoqlarimiz-chi? optim narxda aka. Optim sizlarda, ha. Oyoqlarimiz 65 ming aka. Farg'ona. Farg'ona vodiysi. Paxta yog'i. Ha. Bu grami qanaqa bu? Borisda. Optim narxda qilib yubordi aka. Ba'da baraka bor aka. Ha. Bu Baraka yog'i aka. Paxta yog'imi bu Bu ham? ham paxta yog'i, dog'langan bunisi aka. Bu dog'langan. Bu ham 65 ming aka. Bu ham 65. Bu ham 65 ming. Bayog'da Bu kilosi ko'proq. ha, bu 5 litrlisi aka mana. Aha. Bu ham dog'langan 5 litrlik 90 ming so'mdan akalar. 90 ming. Ama zo'r ketayotgan yog'larimiz shular bo'lyapti. Ba'da tuzlarimiz optim narxda. Ha. Faiz 20 ming, 35 ming, 35 ming, 65 ming, 100 ming akalar. Pachkaga. Biloyga, Pastga. biloyga. Donaga ham sotaverasiz, kelib xarajat qilib ketaman deganiga, Aha. tomoshasini to'ldirib jo'nataverasiz, arzon narxda. Bundan tashqari, oqqan tuxumlarni ham olib kelib qo'yib, siz yo'lga qo'yib, Akalar mana bu yoqda guruchlarimiz bor aka. o ochildi dasturxon bo'ldi-yu mana. Guruchlar ham o'pdi, xudo xohlasa. Guruchlar ham optim narxlarda aka. Necha xil guruchingiz bor? Guruchlarimiz bir 5-6 xil guruchimiz bor aka. Necha puldan boshlab, necha puldan tugaydi? 15 mingdan boshlab 18 mingda tugaydi aka. Zo'ri-ya?
Zo'ri. Oshxonalarimizga ham mana shu yerdan Mashinasi pul. 18 ming aka. 18. Ha. Choyxona deydi. Choyxona, oshxonaga ham mana shundan damlashyapti aka. Zo'r. Garoqchi mana. Garoqlarimiz 11 ming aka. Ko'cha. Ko'cha 10 ming. Lo'ya. Lo'ya moshimiz 18 ming. Gretska 9 ming. 9 ming. Tuxum kelayotgansi nechi pul? 40 ming aka. 40 ming. Jahongir keyin misol mana hozir birontasi sizdan yem olib, misol Aha. bir tonna yem oldi deylik, yo 2 tonna yem oldi, qo'shimchasiga guruch, o'sha narsalarni ham qo'shib aytsa, qo'shib chiqaraverasiz shu narsalarni. Chiqarib olamiz aka. Bir piyozlarimiz ham bor aka. Piyoz nechi pul edi? Kartoshka nechi pul? Kartoshkamiz hozircha shu qoldi, ertaga yana Keladi. tonna kelyapti aka. Bu rossiyskimi? Rossiyskiy kartoshkamiz. Ich sariq, ha? Ich sariqmi buni? Sariq aka. Qani? Ha, ich sariq mana. Mazasi shirin, zo'r. Pepsilar ham sotyapsizlar? Pepsilar ham aka, suvlar ham. Chigit optim nechi pul narxda. chigit? Chigit 4,5 ming aka. 4,5 ming Ha. qo'ylarga. Ha, zo'r. Ha, Qoplangan chigitlarimiz aka. tonnalar bor ekanda, xudo xolasa. Quruq, endi Serob aka, quruq. chigit ham. Piyozlarimiz 1000 so'mdan 2000 ga to'g'ri aka. 1000 so'mdan Hozirgi 2000 narxlar aka. Ha, Kelsa yana xo'jalik aytsa bor. Bizni nomimizdan kelsa shu ham beriladi, xudo Aytib xolasa. tushib beramiz aka. Bundan tashqari bitta akalar 100 tonnalik tarozlarimiz ham bor mana. Kelib bemalol 20 ming so'm tiqasiz, kiloisiga qarab 20 ming so'mga ishlaysiz hal bo'ladi. O Aramazorga bor, Tashlaqqa bor, Zarkenga bor bas. Yakat 55 choyxonani yonida, xudo xolasa. Bitta mo'ykalarimiz ham bor. 10 ming tiqasiz, qarochi salondan chiqqan mashina qilib olib ketaverasiz. Hozir sizlarga manzil tushuntiradigan bo'lsak, hamma ham hashaylarni tushuntirdik. Arqanlarimiz ham bor ekan. Respublika mashinalar metri. 1000 so'mdan boshlab 4000 ga to'g'ri aka. 1000 so'mdan boshlab 4000 gacha molga arqonlarimiz. Hozir manzillarni tushuntiramiz. Manzilimiz faqat Tashlaqdan kelish mana, Tashlaqdan. Tashlaqdan kelganingizda o'ng qo'lingizda Sag'ir bozoridan o'tishingiz. Quvadan kelishingizda chap qo'lda bu radarimizni ham olib qo'yamiz. Manfaatli bo'lsin, radarlarimiz ham qo'yilgan, xudo xolasa. Tezlik pasaytirib yuramiz, yo'l harakat qoidalariga amal qilamiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib Jahongirga aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa yetkazib beradi dastavkalari. Kelishgan holda boshqa viloyatlar 5 kilometrgacha bepul, xudo xolasa. Manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.